Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turibsizlar. Bugun sizlar bilan birlikda shu bolalarniki, ya'ni 7 yoshli qizimniki yozgan she'ri haqidagi ba'zi tajribalar va o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Avval birinchi bo'lib 7 yoshli bola she'r yoza olamdi. Ya'ni kelib chet elda tug'ilib cho'ng bo'lgan bir bola Uyg'urchada she'r yoza olamdi degan masala. Qizim 7 yosh, 7,5 yoshga kirdi hozir. Avval qanday o'ylab bu she'r yozish va shoirlik o'ti nerdan tutashdi gapni shundan boshlaylik. Bolalarniki har kuni kitob o'qish vazifasi bor, shu Uyg'urcha kitoblarni o'qish vazifasi bor. Buni cho'qim ado qildi. Bu kitoblarni o'qish vazifasi jarayonida bolalar shu she'r tanlashni kichik qizim ishning osniga tortib, she'rlarimda kuplet oz ko'ringandek men she'r yodlay dedi. Bo'ldi, she'r o'qay dedi. Bo'ldi dedim, bir necha qatim o'qiblam. Masalan, 5 qatim, 10 qatim o'qigandan keyin yodlab bo'pti-da, ish qilgach og'zida mundaqla chiqadi. Shuning bilan yodlab bo'ldingmi? Shuning bilan 2-3 qatim bu she'r o'qigandan keyin bir xil men degan bilaman, she'r degan oson nima deydigan bir narsa, qarsam shakllangandek turdi-da. Demak, bolalar u baqa barayli, tavus terayli degandek she'rlar emas, sal yuqori saviyadagi qo'shoqdan olqisin deb, shuning bilan iz she'r haqida gaplarni deb berdim. Dangliq she'r, shuni yodlab boqamsan, bo'ldi dedi. Biz she'r yodlagan vaqtimizda yoki she'r tanlagan vaqtimizda abdur bilan, she'r bilan, nihoyatda uning hikoyalari bilan yaxshi tanishishni maqsad qildik. Abdurim O'tkir buvimiz bilan tanishdik. To'rlardan izlash jarayonida mayli Uyg'urcha yozsin, mayli Turkcha yozsin, Abdurim O'tkir haqida nurg'un materiallar chiqadi. Bolalarniki turkchasi yaxshi, tafakkur tilimi turkcha hisoblandi. Shuningga qarablam bundan nihoyatda ta'sirlanib, ilhomlanib ketdi va shu orada Abdurim O'tkirninki o'qigan bir No'riznamasi bor YouTube'da. Shuni qo'yib bergach, endi bek ta'sirlanib bir xil ko'zlarimda yosh ketdi. Shuning bilan "Apa, nemishqa yig'laysan?" dedi. Men dedim, "Balam," dedim, "bir hayot qandaq bundaq bir go'zal hayot yashalaydi" deb hayron qoldim. Hayatı boyunca hiç bir kunning serig'ini, xo'vliqini ko'rmagan, turmalarda, nurg'un yil turmalarda o'tib ketgan. Shuncha qiyin qistoqlarni yashagan, hech qachon o'zining hayot yo'lidagi to'g'ri prinsiplaridan voz kechmagan. Bek jiq to'g'rilab 20-30 tane kitob yozayotgan, 100 tomlab bir nima yozayotgan narsa yo'q. Hayotida oz yozgan, soz yozgan, har bir jumlasi, har bir qurg'ichi haqiqatan deyliqay, yuzini yerga qaratmaydigan, hejab mandaq bo'lib qoptiki deydigan narsa yo'q hayotida. Pushaymoni yo'q yashagan bir hayot. Shunda bir hayotni yashash bizga nasib bo'larmi deb o'ylab ketdim balam dedim. Chunki mayli Abdurim O'tkirning 1949dan burungi yozgan she'rlari bo'lsin yoki uningdan keyingi she'rlar bo'lsin. Mayli madaniyat inqilobi mezgilida ki bo'lsin. Ya'ni qattiq bostirilayotgan hayoti 20-30 yili taqib ostida o'tib ketgan hayotda hech qachon bo'pti shu meni bu zo'rlabdi ekan, mavo mundaq ekan, jahon mushta ekan, endi bo'pti. Undaq qilib qolganlarni bu yerda tanqidlamoqchi emas. Hech kimni biz ko'tarolmaydigan sinoqlarda sinimsin. Lekin Abdurim O'tkir hayotidagi har qanday sinoqdan 100 nomer bilan o'tgan bir kishi deb qarayman. Men taniydigan Abdurim O'tkir shundoq. Shularni deb berdim. Shuning bilan Abdurim O'tkirning shon shuhrati, yashaganlari bilan deyish jarayonida endi qizimning "Ashtaq shoir bo'laman, Abdurim O'tkirdek bo'laman" deb qalbiga o't tutishib ketdi. Unda bo'lsa, avval dedim, nihoyatda yaxshi she'rlarni, men she'r yozaman, she'r yozsam dangliq bo'lib ketadi ekanman, bekchi qadam mushtaq taniydi ekan deb. Bo'ldi dedim, lekin buning uchun avval klassik not she'rlarni yodlash kerak. Shuning bilan izni, uning orqasidan bahor keldini yodladik. Ya'ni bir necha she'rlarni oldiga qo'ydim. Masalan, "Man yodlamsa, man yodlamsa, man yodlamsa." Shuning bilan boshladik. Tanladı. Mesela she'rlarning ichida iz she'ri bor. Iz she'r sal ta'sir kelgandan keyin o'tib bahor keldiga o'tdik. Masalan, bahor keldi, jahon kuldi, kular mastona mastona. Mushuningdagi ritm udarlar bak yaxshi. Yurakni larzaga soladi-da, tilning go'zalligini va udarni bolalar his qila oladi. Uning ustiga Abdurim O'tkirninki ko'p qism she'rlari aruz vaznida yozilgan va nihoyatda güzel, to'shqan she'rlarda. Shunday bo'lg'achqa, adamga bir go'zallik tuyg'usi bera oladi. Buni bolalarning qalbi his qila oladi ekan.
Keyingi vaqtlarda biz Lutfullah Mutallibni tanıdık, Abduxoliq Uyg'urni tanıdık, O'yg'on she'rini yodildi. Abduxoliq Uyg'urning hayotini yuzlarcha qatim shu YouTube kanalidagi yuz mashhur shaxsdan endi onun tili bek akademik ve yuqori seviyede kitabiy til ekan, balalar ba'zi tushunmagan yerlarini tushundi. Shu bahonada Uyg'urchasining so'z boyligini oshirgan bo'ldi. Lekin tekrar anglab va bizim so'zlab izlanib to'rdan balalar Google'ga yozib bilan Abduxoliq Uyg'ur yoki pinyin latincha yozadi yoki Uyg'urcha yozadi yoki turkcha yozadi. Shu shaklda izlab materiallarni ko'rib qildi. Demak, shoirlik o'tdi, shoir bo'lish xiyoli, she'r yozish xiyoli mushta boshlangan bo'ldi. Undan keyin she'r yozish jarayonimiz qanday bo'ldi? Bu she'r yozishdan burun shu dastlab bilan bolalarga maktabda, Turkiyada shu birinchi sinf vaqtida, birinchi sinfda o'tamda bola? Aa, Qafiyani? kafiye. Hı. Yok. Onu okulda. Yesli vaqtida Ha, o'tamda. yesli. Yesli vaqtida. Ha, o'sha vaqtda ham bolalarga qafiyani deydi ekanda. Shuning bilan biz bir mezgil qafiya o'ynadik uyda. Tog', bog', dog', chog' degandekchu. Şunun bilan qafiya o'ynash bu bek yaxshi bir güzel oyun. Onundan keyin yana bolalar bilan mau Gulboston muallimniki ona til darsxonasida bir qatam mana bir o'yin o'yindi bolalar bilanchu. Bu bek güzel narsa. Keyin biz uyda bir necha qatam o'ynagan bo'ldik. Kichik vaqtlarimizda bek o'ynaydik. Masalan, cümle tuzimiz. Bu cümle qanday bo'ldi? Har bir so'zning beshi, masalan, A harfi bilan boshlangan so'zlar. Masalan, olim olma oldi. Ahmet atlas ekkepti. Andikin nimada söz oyunu deb bizniki boshlang'ich vaqtdagi dars kitobimizda esinglarda bor bo'lsa botdi. Olimjonning ayoli Oygulning og'zi ajoyib og'rib, olim Oygulni ajoyib azob qildi deydigan bir shu ishkibatlik O harfi bilan boshlangan bir so'z oyuni bordi-ku. Shuningga ashundaq so'z o'yinlarini o'ynadik. Undan keyin man Qashqa tarafda bir o'yin bor. Qapoq tersam deydigan. Qapoq tersam uch qapoq uch nemish uch maqan uch maqan besh besh. Yani bu ajoyib tiz shaklda kishining inkosini so'z qilish nimasini oshiradigan bir narsa-chu. Bu o'yinni jiq o'ynaydik. Shu 3-4 yosh vaqtlardan foydalanib, balkim bumu mana so'z qobiliyatiga ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Undan keyin yana shu so'zga aloqador har xil o'yinlarimiz jiq, qafiya o'ynash. Mushu narsa bolalarniki so'z va udar mushu she'riyatga oid narsalarni asosida kengaytib mangadi ekan. Endi 3-chi nuqta she'rni qanday yozdik? Xudo shuning bilan birga men she'r yozaman dedi. Men bir necha she'r yodlab, avval bir necha she'r yodlab boqayli bolam, she'r qandoq bo'ladi, qandoq yoziladi, bularni ko'rish kerak dedim. Shuning bilan yozaman dedi. Nima deb yozsa? Men Uyg'ur deb yozaman dedi. Ne bo'ldi yoz dedim. Qarabla turdi-da, lekin nima yozishni bilmayaptiman, hech nim kallam kelmayapti deb. Shuning bilan dedim, demamsi bolam, men Uyg'ur chiroyli atlas ko'ynikim bor, mag'zim ana Qashqarning onirda qizil. Mushtaq desam bo'ldi. Boshladik. Dastlabki ilhom manbasi cho'g'i shuningdan boshlandi. Endi hozir noyatliqdek vazillik, qofiyalik she'rlarni bu yoshda bolalarning bundan burunqi uchrashgan adabiy she'riy muhit undoq emas. Turkcha she'rlarni jiqroq yodlab, masalan, yeslilarda bo'lsin, maktabda bo'lsin qildi. Masalan, hozir she'r yozsa, bular turkcha yozadi kallada. Shuning bilan endi bu Uyg'ur she'rida mushta bo'ldi. Andan dedik, men Uyg'ur. Men qanday deb bolam? Ben Boshdan boshlag'ini? ben Uyg'ur. Lavdarim Qashqarning ondek qizil. Mag'zi Bug'ulchining Ha. oldidek farqirab. Shuning bilan bu yerda shuning bilan boshlandi bu gap. Lavlarim Qashqarning onirda qizil degandek keyin shuning bilan bu narsa biz burun o'ynagan bizniki vatan haqidagi bilimlarimizga aloqador mazmunlarni bolalar tabiiy kallasiga keldi. Naning nimasi dangliq degan narsa keldi-da, shuning bilan beshim qumul qo'g'indek o'moq dedi. Ha dedik. Çeşlerim qatan qaşlışıdek sözlük. Çeşlerim xuddi qarmay neftidek qapqala. Shuning bilan bu she'rda mana bo'ldi. Mushu apa deb dedi. Xulqim anjirga o'xshaydi, atishning anjirga o'xshaydi bularni. Shuning bilan turib apa choch qora nimasi bor deb shuning bilan o'tirib ketdik. Qora nimasi bor deb. Mening kallam yeydiganlar bir nim keldi dastlabda. Shuning bilan turib taqqida qarmay neft keldi. Qarmayning nefti dangliq dedim. Shuning bilan neft nima? Qarmay nada? Qandaq biz shu bir chochdan boshlangan narsa. Ya'ni bu yerda avval o'zininki bir turqini vatanning har bir yeri bilan bog'lamoqchi bo'ldi-da. Shuning bilan bo'ldi. O'rgandik biz bu yerda.
Birinci kupletidagi shu masalan, quliqim, burnum, tishim, levim, chechim, qalbim bu narsalar vatanimizdagi har bir yerning masalan, xotanning qoshdishini buni bolalar keyin o'rgandi. Tishimni nimaga o'qishdi, apa, xotanning nimasi dangliqdi deb shuning bilan qoshdashni deyishdi. Qashqarning aniri, otishning anjiri, undan keyin qumulning qo'g'ini, turponning uzumi, g'uljining olmasi bularni bilatdi. Anari. Qashqarning aniri. Bu narsalarni bilatdi. Keyingi vaqtlar, keyingi chog'lardan choychu apa, andan keyin ko'ngilchu, qalbchu deb biz bu yerda Oltayning oltinlarini, Qarmayning neftlarini, andan keyin Qoshtashning nimaligini, qanday toshliqini, buni degach, aqisini qosh tashiga madiya degan Abdurahim Akbarning she'rini degandek nurg'un narsa qildik. Ma bir kuplet she'riniki, bu bir kuplet qismi mushta bo'ldi. Shuning bilan aslim dastlab men degan Qashqar qizi, Sama aytgadi Samasal, men Uyg'ur, men degan Qashqarning andirdagi qip-qizil mangzim lavlarim qip-qizil, mushta aytgadi Samasal, men deb mushta yozsam bo'ldi bularni degandim. Shuning bilan ikkinchi kupletga men aytgadi Samasalman deb yana nada nimba o'ynaydigan tangliq yerli bor qayerning. Birinchi qadamda biz yeydigan nima qilishni Bog'dashdagi qor laylisini biladi. Chunki uning oldida biz nima tanlagan vaqtimizda shu bolalar she'r o'qigan vaqtida diqqat qilsanglar she'r yodlaganda hozir mening keynimda yetga arq ko'rinish turibdi. Ashqil arq ko'rinish tanlagan vaqtimizda biz ash mazmunga munosabatlik bir narsa tanlaylik deb masalan yillarga javobni yodlab bergan vaqtida qizim dediki Lutfulla Mutalib g'uljilikka apa ash g'uljiga aloqador bir narsa topaylik. G'uljining nimasi bor simvollik deb g'uljining ili daryosining rasmini topgandik. Undan keyin shu qor laylisining rasmini bek yaxshi ko'rib Tangirtog'lari qor laylisi degan vaqtda qilib ana qor laylisi shu men Qumulning kelini hamda qaynopam oqoshot deydi-ku, ya qor laylisini. Bolam shu oqoshot bek foydali u bu deb men tug'ib yotgan vaqtimda qaynopam ichqibdi ekan. Shuning bilan voy qor laylisi bek qimmatli narsa u hamda. Shu zamonlarda shu tog'larda, Qumulning tog'larida bor deganni bilib, Qumulning nimasi dangliqda, qo'g'indan boshqa nimasi dangliq, teg'i dangliq. Qumulning tog'larida nima bor? Qor laylisi bor. Bu bizning bundan burunqi bo'lingan paranglarimiz. Mau she'r yozgan vaqtida bola o'sha narsani kallasiga keldi. Eli daryosiga cho'milib o'ynayman deb buni biz shu Zarafshon daryosi. Zarafshon daryosi. Qo'ynidagi tog'roq shoxlarini atitaman. Chunki mishadagi hozir davatgan har bir narsada tarim masalan bo'ylaridagi to'g'roq degan vaqtida agar mening bolalarimni YouTube kanaliga diqqat qilgan bo'lsanglar dastlab bundan bir 2 yil burun o'qigan cho'chori bola degan hikoyasida biz keyiniga bir to'g'roq va bir manzarani ishlatgan tuqchu. O'sha vaqtida biz tarimning bo'ylaridagi to'g'roqlar, Maralbeshdagi to'g'roq kenti, to'g'roq ro'yi, 4000 yil yashaydigan to'g'roqligi, o'sha narsalarning hammasini biz bundan burungi vaqtlarda bolalar bilan deyishgan. Bir masala bir narsa degan bo'lsa biz uni to'g'ridan izlaymiz, ko'ramiz-ku. Bu demek bu bir kuplet she'r bir kunda o'tirg'a chiqqan narsa emas. Yoki Uyg'ur tilini bilgani uchun o'tirg'a chiqqan narsa emas. Balki uzun vaqtdagi bilishlarini til orqali ifodalagandan keyin o'tirg'a chiqqan narsada. Shunday qilib biz ikkinchi kupletda işte Ili daryosida cho'mildik, Zarafshon daryosi bo'yida mashrab angladik. Ha bu mashrabning hikoyasi mundaq. Bolalar usul o'rganayotgan samo silish va nima kelganda Abdulla Abdurimning mashrab degan naqshi bor. O'sha naqshini qilgan vaqtida bu bolalar uyda mashrab qilamiz deb mashrab o'ynaymiz u bu dedi. Uning orqasidan muallim degan naqshini o'qigan kim edi bolam? Ablajon Avut Ayub. Ablajon Avut Ayubningki naqshlarini bolalar yaxshi ko'rdi. Shuningdek mashrab bor. Uning orqasidan yana bir naqsh mashrab yo'q yerda degani Nas. Qashqarning qizi o'ngluq. Yo'q, Qashqarning qizi emas. Almalamiz deb ketdik Ha, degan. degan. Shu naqshini qilgan vaqtimizda mashrab nima? Vaqtida biz mashrab haqidagi mashrab o'ynash u bu narsani qilgan demak. Ikkinchi kupletdagi ikkinchi kupletning beshi qanday bo'lam? Nima? Mashrabningmi? Yo'q. Sening she'ringning uchun. Ha, ikkinchi kupleting beshi. Ha, men Qashqar yetgadi samo solaman.
Bağdaşqa qar leylisi izlep yağmışman. İlli deryasıga çömülüp oynayman. Hə. Serapşan deryası boydan meşrep anlayman. Tarım koynudaki toprak şahlarını at itimen. Teklimakan kumluqda tögülerini minimen. Hə, ma o teklim qumluqdakı tügülərini meniş degəndə iz şeirinin ağ görünüşüge biz rəsm tanıgan vaxtımızda bir karvanni ilqi. Yaş idik, uzun səfərgə atlanıp çıqqanda biz əmdi çoğun karvan ataldıq qaldırıp çöllədiniz. Aşağıdaki karvanni közdüş üçün karvanni mu? Bu rəsmlərini tapdıq. Axırı oş rəsmini işlətməkçi bolduq. Çünki onunda ilə karvan ketkəndən keyin o izinin rəsmləri batdı da, arx görünüş rəsmdə. Ondan keyin şunun bilan bu yerda biz karvanның qanday bo'lganini o'rgandik, qildik. Shu jarayonda bu yer qayer? Teklimakan cho'lligi. Dunyodagi birinchi cho'ng cho'llik Sahra Kabir. Ikkinchisi qaysi bo'lar? Teklimakan. Teklimakan. Shu biz uni shu iz she'riga rasm tanlovchi bo'lgan jarayonda biz bu Teklimakan ko'li bilan tanishgan. Teklimakan cho'li bilan tanishgan. Shunday qildik. Shunday qilib ikkinchi kupletda biz vatanninki baxtiyor bir vatani bo'lgan baxtiyor Uyg'ur qizi dedik. Ben biliş gibi vesini boğan Baxtiyar Uygur. Ha, işte güzel. Teği ba, beği ba, kışı ba, yezi ba, töt bəsli iniq, kumluqı ba. Şundaq güzel bir vatanni biz təsəvvür qılmışıq. Ondan keyin küpletdim bola. Mesela bizden atalarımızı tanıştırdık. Ha, to'g'ri. O vaqtida mana qildik biz. Ilqi dastlab shu Uyg'ur deganini yozmaydigan vaqtda degandim-da bolam. Men Uyg'ur so'zlayman. Men Uyg'ur deb mana filan deymiz, shuni bilan dedi-da. Men Abduxoliq Uyg'urdek Uyg'ur so'zlayman degan vaqtida dadasining ismi Uyg'urmidi degan gap chiqqan vaqtida biz Abduxoliq Uyg'urninki dadasining ismi kim? Abdurrahman. Abdurrahman Hoji. Ha, Buvisining ismi nimdi? bilmeyim. Mijit Hoji. Ha. Ha. Shu 15 yoshida buvisi bilan birga Rossiyaga bordi-ku. Rossiyaga bordi. Adın uyanın Şəməy şəhrində Rus dil yazıqını öyrəndi. To'g'ri. Shu biz bu Uyg'ur taxallus haqida paranglashdik va ayni zamanda Uyg'ur taxallus undan burun qo'llangan Nazarxo'ja Abdusamadninki qo'llangan Uyg'ur bolasi degan taxallusi bularni deyishdik. Shundan keyin andin Abduxoliq Uyg'urninki Uyg'ur taxallusini qo'llanishining oldi keyingi hikoyalarni dedik. Chunki ayni chaqda kishilar Uyg'ur millati haqida millat hukm undaq kuchlik emas. Kishilar o'zini shu millatning nima bo'lsa Uyg'ur deb javob berolmaydigan zamonlarda. Shunda bo'lg'achqa biz bu Uyg'ur taxallus to'g'risida deyishgan. Shunga men Abduxoliq Uyg'urdek Uyg'ur so'zlayman. Uyg'on deb aytgan. Uyg'on she'rini bek yaxshi ko'rdi, vallahi bek yaxshi ko'rdi. Shuning bilan buni ashtaq davomlashtirib, aqisdan endi Lutfullo Mutallibniki qaysi she'rini deyli, apa yillarga javobnoma deb Balama bu mening yoshquncha ko'lim yechilatdi degan she'rni yuma uzunkan deb yodlab bo'lmayotgan. Ammo uning orasida hamda ba'zi kupletlarni sal mencha tahrirlash kerak deb o'ylayman. Chunki uni dars kitob kirgizuvchi bo'lgan orliqda mencha cho'qim uni dars kitob kirgizdiganlar yo'nib ba'zi o'zgartirayotgan bo'lishi mumkin. Lutfullo Mutallibning asli yozganini men ashta qarayman. Chunki uningdagi ba'zi mazmunlar bek qizil. Bir kuplet ashta narsa uchraydi. Shu uni bir tahrirlayotgandan keyin ondan Lal deyishdik. Shuning bilan Abdurahim O'tkirnikiga o'xshash men jonimdan bahar vatanimga bahar chillayman. Bu narsalarning hammasini o'zi dedi. Uni aqsinchi bular? Denk jonimdan Zimistondagi vatanimga bahar chil. Men O'chmas qahramonlari bo'lgan. Ha, men O'chmas qahramonlari bo'lgan. Biz bu qahramonlarni bir qor yod etib chiqdik. Undan ikkinchi bular? Ha, beshimda Uyg'ur do'ppisi bor. Biz o'zimizning vatanimizga bir jutimiz, ya'ni alayda narsalari, tariximizdagi mashhurlar, uning qismi bizningki milliy simvollarimiz. Masalan, beshimda Badam doppa, Çimen Abdurrahim Ötkir Boğan'ın çimen doppisi var. Beshim qo'limda Yusuf Xas Hajib Boğan'ın kitabı. Mahmud Qashqari bilan Yusuf Xas Hajibni biz Mahmud Qashqaridan hamda opalliq bo'lganki Mahmud Qashqarni cho'qim bilamiz. Undan keyin Yusuf Xas Hajibning Qutadg'i bilikini men hozir o'qib Qutadg'i bilik men o'qiyapman va biz hozir darsimizda Qutadg'i bilikniki fonetiksi haqida bo'lyapti-da. Bizning darsimizni o'qiyotgan jarayonda bir mavsum bolalarga bu yanda anglaydimda men dars anglayotganimda bolalar quloq mollasi bo'lib bu jarayonda men shu Qutadg'i bilik Yusuf Xas Hajib tanishtirdik. Ha, bu yerda bir narsa bor. Shu O'shir qarning ziyorat qilg'ili keldim degan bir naqshisi bor.
Şu nakşini ballarım bilen bile oturup köydük. Aşının deliqim ziyaret qilg'ili keldim, ziyaret Onu Abdurrahim Ötkür, qilg'ili onu Abdurrahim Ötkür özü keldim. okugan. Ya, Tamam mı? anima o şirqari o'qigan naqsha, aşnan her ko'rinishlarida bütün chiqidi-chu Qashqarning Eidgahida sama salgan yerlar, andan keyin Yusuf Xosajibning qabrisi, Mahmud Qashqarning qabrisi. Osh narsalar chiqqandan keyin bir boshdan bolalarga mayamavu ashuni ko'rib o'tirib tunchirgan. Shuning bilan bolalar bu keldi. Andan qutadg'i bilik ne bu bizning uyda bor har xil nusxalari, Farg'ona nusxasi, 84 chiqqan nusxalari, Turkiyada chiqqan turk nusxa hammasi bolalar buni ko'rgan. Andan Türk Tillar Divanımı var ve biz Türk Tillar Divanı bundan burun balla bilen birlikte bunun parağını qilishgan. Ilqi tunji dunyo xaritasini jumlaq shaklda yozgan Mahmud Qashqarninki nasrin debchu. Demek bu kiplik mushu shaklda ilqi tabiiy holat bilan balla Mahmud Qashqarning nimasi bor apa bizning yana kimlarimiz bor men deb berdimda Yusuf Xosajib bor Yusuf Xosajibning qutadg'i biligi bor degan vaqtimda ma jumlani o'zi qo'ydi. Qo'limda Yusuf Xosajibning qutadg'i biligi bor. Mahmud Qashqari babamның divanı var. Hmm. Bilimge nuzgumның piçili ıqsılık. Ben Sadır Palvanның itiga minildik. Andaki nuzugum bizningki ballarımның va shundaqla mening ro'yimning qattiq qaytag'i o'rnab ketgan bir go'zal qahramonimiz. Almatada nuzugumninki yoshirinib yotgan. Shu o'nkiriga Uyg'ur rayoniga berib, shu o'nkiriga borgan vaqtimda bir Uyg'ur qizi bo'g'inimdan, bir Uyg'urning pushti bo'g'inimdan, bir Uyg'ur ayol bo'g'inimdan o qadar faxrlandim. Oldiga dunyolar tizilib ketsin. Beshida qilishlar tanlanib tursinmi, hech qo'rqmay. Shu cho'ldagi nozugumniki g'arini izlab mengib biz ezib qoldikda topib. Bir soyning orasidagi bir cho'nqurroq bir yerda bir g'orning ichida ekan bu yer. Yagi dasigan vaqtda putimda oyoq bor. Endi o toshlar putni kesib turdi. O cho'ldagi qiziq. Andan neliqa g'ordagi o'qishlarning jiqliqi, shaparangning. Şu yerdə yolğuz, Altay, elə qo'mishliqlardan qanday qochqin o'pin emas. Bu nima degan jasorat? Shundoq iliq qinim qaytadan yangilanib, qaytadan urg'ib ketgandek bo'lib ketgandim. Bu narsani shu bolalarga deb berdik Nuzugumning hayotini, Aqsdan Nuzugumningki xo'sh qol degan she'rlar. Benim nuzugumda padişim var. Ha. Nuzugum Qaraxon, 10. Nuzugum adishi bor. 10 yaş. Demek mushu jarayonlarga endi biz qadam-qadam bo'yicha ashnaqa keldik. Apa bizning yana kim bor deb so'raydi masalan. Mau Sadır Palvan. Sadir Polvon. Serdar uni yutgan narsa o'qidi. Sadir Polvonningki otga minib turayotgan qattiq jasur no'ji bir holati bor. U ot bek chiroyli. Shu rasm sizlarga rasmni mening o'g'lim Sardar Sadir Polvon she'rini yozilgan vaqtida arxiv ko'rinishga ashna rasm qilib ishlatdik. Bu mush kanalda bor. Şunun bilan bu she'r tugma bulam men bormi? Tüyedi. Döküplü tüyedi hem de Keyin kuplik. Ha, bu dutta keldik. ha. He. Bu kolumda boğamdan kalgan mulluk tutlarım var. Melike Aman Sahan'ın satarı var. Melike Aman Sahan degan kinoni biz Uyg'ur Felix'dan ko'rgan. Mush yerda men Uyg'ur Felix'ni kuchab tavsiya qilaman. Hammanglar Uyg'ur Felix'ni arayda 10 euro atrofida deyman. Hozir eni qanchalik bilmayman. Setilib Uyg'ur Felix'dan bolalar bilan Uyg'urcha. Shu Melike Aman Sahan degan kinoni ko'rdik, Yildizni ko'rdik. Uyg'urcha bekchiq kinolarni ko'rdik bilan. Yishoni ko'rdik, qancha qasini. Nes Ejderha Köndürgüçünü kördük. Uyg'urchasini ko'rdim. Uygurcasını Hozir shu yangi kinolarning Uyg'urchasi bor ekan. Biroq kon kinolardan qilchiq kinolarni ko'rdikcha shu vaqtlarda. Shu nimni o'tirib bolam bekchiq. Ha, Markoni ko'rdinglar, butun ko'rib chiqqanlar qismini. Bu bek Uyg'ur Felix'da shu Melika Mansaxon ko'rgan vaqtimizda endi bu qiz bola deganning tug'malam kiyim kechaklar shundoq bir ilaqim Amansaxonning tojlari, kiyimi bek chiroyli. Shu kiyimlarni ko'rib shu kiyim sababli Melika Mansaxonni ko'rdik. Kinosuna yatakta mı yetib mi ko'rgan to'q? To'g'ri. Undan keyin mau nima Lutfullah Mutallibningki bolam nimasi dramasini qaysini ko'rdik?
Lütfü Lamtalip'nin dramasını gördük. Tangırtaq oğlu degen o dramanı gördük. Bu näslik balalarınki köz aldıda aşı näslen nayti jallyk köz bir degen de. Nurgun näslerini sordy. Andikin Lütfü Lamtalip'nin aşı dramasında bişidi badam dopысы var. Balamda Lütfü Lamtalip'nin türümdeki Badam vaqtı. dopusu. Şunda qılıp qo'limda Melik Amanisa xonning satari bor. Nur Muhammed Dursun'un tamburu Ha, var. Nurmuhammad Tursunning tamburi shunda bo'ldi. Men balla she'r yodlagan ekan. Arq ko'rinishiga, arq ko'rinishiga she'r muzik tanlash bir masalandi. Shuning bilan bu muzikada shu Chimbuloq, Tilki bir necha tambur muzikasini ishlatdim men. Bek chiroyli. Uning ustiga o muzikalar yurakka tegadi. Shundoq balaga tanishtirib o'timiz, billa tanishtirib mangimiz hamda mamandaq deb bu jarayonda bu tambur musikalari. Andikin Toshvoyning ravab. Ma bu diqqat qilsanglar shu mening ravabim bilan Toshvoy degan muzikani men balaning bir necha she'riga aqaqadan ishlatdim. Ko'rdiqi teglik muzika soqchu ashular bor. Shunaqa qildik. Andinchi oxiri nima? Eng oxirgi kuplet keldikmi? Ha, 12 muqamım bor dedik. 12 muqamni keyin deb berdim. Karanlığa bu tangıcığı benim tığım. Opaldaki mollan biri benim beğim. Tarım deryası benim deryayım. Sayram köleği benim kelim. Örümçedeki heyvet munarlar benim munarım. Buğda çok kısık boynumdaki tıl tumarım. Ben Uygur. Bunların hemisi benim. Ekleme, ekran Kimen baksan. şarkı şarkı Görünmeydi ikimiz. Bo'ldi. Shunday qilib, mushu shaklda biz bu she'rni bir ikki kun yozdikmi bilan? Sen kişide Bir kompüterga yazıp bergensin. ha, ashtaq dedik, qildik. Mandaq qog'ozga yozib oldik. Aqsdan kompyuterga ko'chirib yozdik, kirishtirdik. Anga oxirida o'tirib buni billa tuzatdik. Bu she'r mushu shaklda ro'yobga chiqqan bo'ldi. Ya'ni bu yerda demoqchi bo'lganim shu. She'rninki asosiy fikri men Uyg'ur. Qanday yozishni bilmadim degan vaqtida men Uyg'ur so'zlayman. Beshimda do'ppam bor, uchamda atlas ko'ynikim bor. Mening mandaq vatanim bor degan mushu narsalarni balamishda desang bo'ldi. Shuning bilan bu piltiga o't yoqildi. Levimni tasvirlagandan keyin burni qasi bo'lmaydi, ko'zi qasi bo'lmaydi, qo'li, burni chichib. Ama qo'yapman put qo'llardan qo'saqlarga tasvirlayotgan sibada she'rning badiiyligini buzitdi bundan bo'lsa. Shunday qilib bu she'rning ro'yobga chiqish jarayoni mushundoq. Ya'ni bu men yozgan she'r emas, balki men yetakchilik qilish berdim. Savollarga javob berdim. Masalan, "Apa, yana nim bor? Yana kim bor? Yana qandaq narsalarimiz bor Uyg'urlarning?" deb buni so'rash jarayonida "Yiliq chaqda biz ko'rgan kim edi? Apa, yiliq muzika chaldigan, mavq mandaq qilgan manda" degandan keyin balalarning mush 2-3 yil jarayonidagi biz mandaqli parang bilan deb o'tib ketgan, kinolarda ko'rgan, balalarning savollariga javob berish jarayonida izlangan bu narsalarning hammasi bir vaqtda jug'lishib o'tirg'a chiqqan bir narsa. Bu she'rning oldi keyingi hikoyam shundoq. Endi bundaq bir bundan keyingi nuqtalarda masalan ko'proq qofiya, so'z o'yini o'ynash, jiqroq she'r yodlash, yana bir narsa mana bu Abdukarim Ablazininki bir etodi bor anaqa. Hammani naqshi bilan o'qitadigan qimorbozniki nemisini qilib bu etod shundoq yarab ketib. Ha, ondan biz uyda shu bek qopiyalik gap qilib qo'yamiz. Turib olsam bek boldir, nemish qilasan, ey qizim degan bo'lsak, qopiblam. Nashta tayyorlay debdim, yerib ketmasin deb seni ey ana deb qo'pidi. Shuning bilan biz masalan qopiyachi gap qilib qo'yamiz. Qopiya o'ynaymiz. Shunday qilish bir bu asosan bolalarda jug'landi ekan. Birlik kunda bir haqda o'tirg'a chiqmaydi ekan. Shunga mencha bizniki boshqa bolalarmi yoza oladi, lekin shu degan vaqtida kallasidagi narsani qanday ifodalash va kallasida nimalarning bo'lishi muhim ekan. 7 yoshli qizimniki yozgan she'rning hikoyasi mushu shaklda bo'ldi. Undan keyin yozgan bir necha she'rlari bor. Bu turkcha she'rlar. Ularni ratlab İyi ki yozadi. Ha, bir kuni yana bir shu she'r yozish haqida gap bo'lgandan oxirida davtay biz mush velosipedlik bir bir kuni aylandiganga chiqdikda havo bek chiroyli, havo rasl bek chiroyli mush keynimdiki shu dekoratsiya rasmdek osmon ko'p. Shuning bilan qarasam bu bolalar bir ohangda naqsh o'qib ketyotdi. Uni shu vaqtning o'zida WhatsApp qilam, gap qilgan yerga ilib olgandim, izlasam chiqdi. Besh nima deb olam bu she'rni. Çiçekler açmış sokaklarda.
İlkbahar gelmiş Doğu Türkistan'da. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Arılar çiçek çiçek konup bal topluyorlar. Şunun olan ballanmışında olan bir ahang olan bu şiirini get. Şunun olan bunun ahırga maslaştırıp men bu türkçılığı yazıp kettim şunun olan. Ey şamal, nädin keldin, näge kitýotsen? Belki kitsen Taňır tagnyň bagyryga. Ey şamal, bagyn güzel ýitgarymga. Anamga meniň salamlarymny piçirla. Meniň kolum bol, onuň ýüzlerini syla. Meniň kolum bol, onu çyň kucagla. Men anamyň çaçlaryny hiç silap bakmadym. Sen berip, men bol we anamyň çaçlaryny syla. Ey şamal, sen meniň puştyç kepdirim bol. Hiç kim baranmaýdygan, hiç kim telefon uranmaýdygan, hiç kim hat ýazanmaýdygan, hiç kim körenmeýdigan şu güzel wetenimge ba. Meniň hatlarimni, seganyşlarymny, muhabbetimni, örkeşläp turgan seganyşlarymny ýetkizgen ey şamal. Bu şiirni türkçemde. Ey rüzgar, elim ol benim. Muşu şekilde çok. Değişip nähmeden ýezişip gidip barmyz da ýalyky Nowruz baýramyda opaldyky Nowruz bulakka beri bilip näh meýdanda şundak şiir ýezişip ketken şairlardek tötümüz beşimizde kiçik oglum Serdarym bar. Onuň ýazgan şiirleri bar-go diýme. Şunday çyraýlykdy ha. Ha şu wagtda ha ýazdy. Ýani ilki şiir diýimiz häzir. Äri güzel kyslarninki ölçümüňler boýunça mandaq kitapga besilip mandaq gydek bolmasyn, balanyňki tilidagi balanyň tepekür we tesewwürdäki şiirler muşda ýyzyk asta-asta güzel näsler oturga çyka dep oýlaýmyn. Memma desläp ýazgan şiirlerim 7-8 ýaş wagtlarymyzdaki aş isimde o şiir mandaqdy. Müşügüm ma müşügüm, akburtlyk müşügüm, kuyrugy kapkara, boynu akdyr müşügüm diýdi. Aşındakdy şunda kızgarlyk iş kılıp häzir Bu hemde. Serdar'ın muşigi. Meniň ýazgan müşügüm diýen şiirim meniň müşügüm batdy. Ha, toğra. Senin muşiginin kolu neresi bop ketken ha? Kola kesilip ketken şu müşügümden. Yani lekin hazır undaq müşügüm iştim dep şiir ýazyp jürmeýin hemde. Başgaça ýazymyz da. Yani ballarymyzyň şiiri şundak boldu. Men Uygur diýen şiirini men bitken wagtda özüm bek ýaxşy gördüm, bek gozarlandym. Şoň bu şiirniň hikaýasyny sizlerge dep bergim keldi. Bäziler o 7 ýaşlyk bolmuşda ýazalam da, muşdaq diýelam da, muşdaq oýlaýalam da. Diýeläýdi, oýlaýalaýdy. Olanyňky neçe ýyllyk jugundularyny ifadeleşke ýardam kılalygan wagtymyzda we ifadeleýärligidek bizi toktamay tırışkan wagtda bular mä. Bol demse bugünkü bizninki hikaye nemimiz bir şey hiç bolsun kelmezler. Amelen hoş evet. Baş. Ha yana bir näse barmış kızımın dişi yok. Dişleri uçup gitti. Şunun şiir yazılsa. Bu herifler tüzük çıkmay. Elaqe kaynak degen kaynak mı bulan? Kaynak dedim. Şunun bilen jile bop dişlerden herifler toluq çıkmay tökülüp gitipçi. Dedim senin dişinin yokluğunu gördü ve doğru düşündü. Ecep Uygurça diýenmeýke dep galmaýdy balam dedim. Özüm tirişýärdi da kızım. Hı hı. Bul demse bugünkü söhbetimiz şeýle bolsun. Allaha emanet, haýır hoş.